Aziz aka, assalomu alaykum. Rahmat, charchamayapsizmi so'ngsiz? Boshlaymizmi? Ha, boshlaymiz akajon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aziz? Charchamayapsizmi? Ben kameramı o'chirib qo'yaman, deb kelyapti. Topshirib bor edi. Yaxshi, xo'p. Rahmat. O'tkazavering. Davron tashlab jadvalga qarangchi. Mart o'zini tashladi. Ya bitta shu qolgan ekan bu to'rtta tayyorlovdim-da, o'shanga bunisini ko'rmagan ekanman. Salom. Ha, yo'q, savol qilgan. Tashlab qo'ydim. Savol charchamayman. Va alaykum Salom. Oldinroq. Kameraga tushib kerak. Aka, sal oldinroq yurib oling. Ha. Boshlaymiz. Assalomu alaykum komissiya a'zolari, hurmatli nomzodlar. Ijtimoiy himoya vazirligi tuman va shahar vakillari suhbat bo'lib o'tadi. Bugungi suhbat jarayoniga komissiya a'zolari bilan tanishtirib o'taman. Hurmatli nomzodlar, komissiya raisi bosh qarindoshlar o'rinbosari Ahmed Usoqov Nurmuhammadovich bo'ladi. Komissiya a'zoyimiz, keyingi komissiya a'zoyimiz bosh qarindoshlar bosh yuridik konsulti Hamrayev Rahimjon Tijanovich bo'ladilar. Keyingi komissiya a'zoyimiz inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish bo'limi boshlig'i Milliy Shahnoza Kamolova. Keyingi komissiya a'zoyimiz bolalarni ijtimoiy himoya qilish sho'basi bosh mutaxassisi Jamil Sardor Sodiq o'g'li bo'ladi. Komissiya a'zoyimiz bizlarni qo'shimcha ravishda Toshkent viloyati boshqaruv samolyotlardagi agentlik mas'ul xodimlari kuzatib boradi. Suhbatimiz onlayn tarzda, ya'ni zapis orqali yozib boriladi. Savollarimiz random asosida tuzilgan 5 tasodifiy savol ekranda chiqadi. O'qiysiz, bilganingizga javob berib ketasiz, bilmaganingizga qoldirib ketsangiz bo'ladi. Komissiya a'zolariga e'tirozlar bo'lmasa, lavozim bo'yicha bitta chaqiraman. Chiqib tursin. Yo'nalish o'sgan ekan. Birinchi nomzodimiz Oqo'rg'on tumani bosh vazir lavozimiga Qo'yib Shohjahon Nuriddinov oladi. Qasing o'tadi shu. Sizda ishlaysiz-a? May bo'ladi. Savol ketyapti. Sizdan doktorlar oilasidanmisiz? Yo'q. Savolni o'qib ko'rib javob bersangiz bo'ladi. Asosiy yana bilmadim, men shular o'zimizdan bo'lyapti. Biroq shunda qismlariga ijtimoiy xodimlarni o'qitish, qo'llab-quvvatlash hokimiyatidan oldim. ularga Viloyat hokimiyatidan dars o'tish kiradi, ularga yakka tartibda yumuz guruh tarzida darslar o'tiladi. Ijtimoiy xodimlarni o'sha bosim ortganda rejalar bajarilmaganligi, kasbiy kuyishga uchramaslik uchun supervizor qo'llab-quvvatlaydi. O'sha vaziyatda ishni rejali tashkil qilib, o'sha kasbiy kuyish bo'lmasa qiyinchilik uchrayotgan paytda ijtimoiy xodim ularni qo'llab-quvvatlab, yo'l yo'riq ko'rsatib,
Masalan, ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxsning alohida roziligini talab qilmasdan shoshilinch qilib ijtimoiy xizmatga yordamga ko'rsatilgan holatlar qaysidir? Ular 5 ta holatda bo'ladi. Bunda o'z joniga qasd qilishga moyilligi bo'lgan shaxslarga, keyin boshpanasiz qolgan shaxslarga, keyin tabiiy ofatlardan jabr ko'rganda uy-joysiz qolganlarga, shoshilinch yordam talab qilinadigan o'sha holatlarda ham shu qiladi. Yana oilada mehnatga layoqatsizlar bo'lganda, shunda shoshilinch tezkor yordam ko'rsatilganda talab qilinadi. So'ng operatsiya bo'lishi mumkin, shoshilinch yordam. Qaysi holda bolani ota-onasidan olib qo'yish choralari ko'riladi? Bunda ota-onasi boladan xabar olmasa, 3 oydan oshiq 6 oygacha xabar olmasa yoki bo'lmasa o'sha ichkilikka berilgan, bolaga zulm qilayotgan yoki bolani o'sha majburiy ekspluatatsiya qilganda, bolaga anaqa xavfli muhit paydo bo'lganda, rivojlanishiga, o'qishiga, hammasiga xavf paydo bo'lganda bolani olib qo'yish choralari ko'riladi va ota-onalikdan mahrum qilish qaror qilinadi. Olib qo'yish choralari ko'riladi. keyingisi. Ehtiyojlarni birlamchi baholash deganda nimani tushunasiz? Bunda o'sha ijtimoiy xodim o'sha odamga borganda birlamchi shu oilani birlamchi baholash tushuniladi. Unda o'sha xatar omillari, himoya omillari hammasi baholashdan o'tkaziladi. Savolnoma orqali baholash o'tkazilib, shunga qarab kompleks yoki birlamchi baholash orqali xizmat ko'rsatiladi yoki ko'rsatilmaydi, yoki bo'lmasa boshqa narsaga yo'naltirilamiz. Shohjon, shunday javob beryapsiz, umumiy javoblar beryapsiz. Siz bizani xodimimizsiz-da, asoslantirib, qarorlari bilan, qaysi normativ hujjatlarda, nima bo'yicha shunaqa javob berish kerak-da. Hamma javoblaringiz qanaqadir umumiy anaqada bo'lib ketadi. Biz traditsiya bilan ishlamaymiz-ku, to'g'rimi? Biz normativ hujjatlarda har bitta harakatimiz yoki o'sha baholash deylik yoki ota-onadan bolani olib qo'yish deylik, hammasi qaysidir normativ hujjat, qonun va buyruqlarimizda bor-da. Hozirgi savolga birlamchi baholash degani shunda hozirgi savol hozir o'qiyotganingiz Ehtiyojlarni birlamchi baholash. Birlamchi baholash qaysi nima normativ hujjatda ko'rsatilgan, qanday baholanadi? Birinchi 63-sonli buyruq bilan ishlardi. Keyin 71-sonli buyruq bilan o'sha ijtimoiy xodimlarning ijtimoiy xizmat vazifalari, o'sha baholash mezonlari qarori chiqqan. O'shanga asosan baholash mezoni bor. O'shanda fuqaroga borib, xonadonga borib o'rganiladi. Buyruq bilan ishlaymiz. Supervisor malaka talablari bo'yicha qo'yilgan shaxsiy ko'nikmalar. Bunda o'sha oratorlik qobiliyati supervisorlarga malaka talablari. Malaka talabini so'rayapti. Olim Supervisorga malaka talablar bo'yicha Qo'yilgan shaxsiy ko'nikmalar, to'g'ri. Shaxsiy ko'nikmalar. O'sha oratorlik qobiliyati, o'sha ijtimoiy xodimlarga yo'l ko'rsatish qobiliyati, ular ishonchliga kirish,
ana tillik qobiliyatingiz bor deb ishonasizmi? Çünkü o'zim oldin birjada ishlaganman. O'sha 34 ta mahallada inspektor bo'lgan, o'shalarga boshchilik qilganman. Topshiriq berganman. Topshiriq berish boshqa, ana tillik qobiliyati. Arab tili degani tushuntirish ma'nosida bilyapti. Dars berish, o'qitish. O'sha ma'nosida tushuniladi. Qobiliyati bor. O'z fikrini Yetkazib bera olish, yetkazib bera tushunarli tilda yetkazib yetkazib olish berish. qobiliyati hamkasblarga yetkazib berish qobiliyati. davra o'sha ya'ni kontingentga qarab o'shalar tushunadigan tilda yetkazib berish u har xil qatlam bilan gaplashishlari mumkinmi? Ha, chunki har xil qatlamaysiz, chunki ijtimoiy xodimlar har xil, yoshi kattasi bor, kichkinasi bor, yo unaqa ishiga loqaydlik qilayotgani bor, harakat qilayotgani bor. Shunga har biriga individual yondashib tushuntirish qobiliyatiga ega bo'lish kerak. Supervisor bo'lsang, Shohjahon, nimalarga e'tibor berasan? Qaysi tomoni Ohangaron tumanida nima kamchiliklarimiz bor? Ohangaron tumanida hozir 2-3 ta yangi kirgan xodimlarimiz o'shalar orqada hozir. Ularga hozir yakka tartibda o'sha o'zlari bilan ishlayman. Keyin hozir har qanaqa choragida indikatorlar o'zgaryapti. Ular birinchi o'rin o'shalar birinchi tushuntiraman, qaysi indikator bilan nima ish qilinsa, KPIni bajarish, ishini rejali tashkil qilish, shu bo'yicha ishlaymiz. Bu safar KPIda nima o'zgarishlar bo'ldi? Men ikkinchi chorakka ko'rdingmi? Ko'rdim. Tasdiqlandimi? Tasdiqlanib tashlanadi. Hali tasdiqlanmadi. U Namuna tashlanadi. namuna, u taklif qilinayotgan variant, lekin hali tasdiqlangani yo'q. Lekin 80% o'sha bo'ladi. 80%. Bunda o'zgarishlar kiritildi. Birinchi indikatorimizga o'sha davlat ta'minoti oila qo'shildi. Keyin o'sha oldin xatlov paytida cheklov yo'q edi. Har bir indikator bo'yicha olsa bo'lardi. 5 dan 4 tadan olsa o'sha indikator bajaradi. Hozir 2 tadan oshiq cheklov qo'yilgan, 2 tadan oshiq mumkin emas. Misol uchun bandlik bo'yicha 2 ta qildimi, o'sha davlat ta'minoti 2 tadan oshiq demagan, u yerda 2 tadan oshiq ball berilmaydi-da. beradi, 2 tadan oshig'iga ham beradi, faqatgina kamida o'sha yerda qo'yilgan yo'nalishlarda 3 tasiga xizmat ko'rsatish kerak. Masalan, bittasiga 3 ta, qolganiga bittadan bo'lsang, o'sha 6 ta yo'nalish bo'ladi. 30 ball bo'ladi-da maksimum. Yo'q, o'sha har bittasini bittadan olsa ham bo'ladi, yoki bo'lmasa bitta yo'nalish 2 tadan oshiq olsa ball berilmaydi. 3 ta olsa bo'ladi, 3 tagacha. 3 tadan oshiq olsang, o'sha 3 ta yo'nalishni qamrol olmay qolasan-da, shuning uchun. Keyingisi o'sha homiylik asosida qo'shildi. O'sha homiylik asosida operatsiya Homiylikda qilingan ishlarni ko'rsatib berish. U ham bitta indikator sifatida qo'shildi. Keyin eng pastida 1,1% koeffitsiyentda oldingisida 5 ta xizmat edi, hozirgisida 3 ta xizmat qo'yibdi. Dividend ballar, yomon xulqlik, deviant xulqli ballar, keyin ijtimoiy taksi shu xizmatlar qo'shilgan. O'sha qo'shimcha ball olish, misol uchun 80 ball olsa, o'sha 1,1% olsa 8 ball qo'shilyapti-da. Agar o'shani olmasa, bu yerdan 0,8 ball qo'shilib, bu hisoblanmaydi. Savollarmi? Yo'q, savollar yo'q. E'tirozlar ham savollar? Yo'q, savol. Endi supervizorlik mas'uliyatli juda ham. Shuning uchun birinchi o'rinda o'zingning ustingda juda ko'p ishlashing kerak. Agar loyiq deb topilsang, ko'p ishlab, o'rganib, ertaga sen birovga o'rgata oladigan darajada bo'lishing kerak. Uning uchun o'qishing kerak. Birinchi o'zing ichiga kirib, o'qib, keyin ularga yetkazishing kerak. Har bitta sho'baning ishini bilishing kerak. Tushunarlimi? Savollarga e'tiroz yo'q bo'lsa, ruxsat, javobi boradi shaxsiy.
shaharga kim? Dollar sho'basi bosh mutaxassis. Familiyangiz? Familiyam Ubiyeva. Biva Ha, Gulshat. Ubiyeva Gulshat. Beştasini o'tkazib ketamiz. Birinchi savol, vasiylik va homiylik organi qaysi tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi? Ikkinchi savol, voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy Bilsangiz sirasi javob berib ko'ring. bitta oson bilan Bo'ladi. Savolni tushunadimi? tushunarli. Ikkinchi savoldan boshlayman. Voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazlariga qanday bolalar qabul qilinadi? Bunda ota-onasi yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar hamda 3 yoshdan 18 yoshga to'lgan muomala loyiqatsiz deb topilgan bolalar qabul qilinadi. Bitta so'z bilan aytganda Nazoratsiz qolgan bolalar qabul qilinadi. aynan yetim bo'lishadi mas'ul. O'zbekiston Respublikasi hududidan chiqib ketganga 3 oydan oshgan fuqarolar haqida ma'lumotlarni har chorakda agentlikka kimlar tomonidan taqdim etib borilishi belgilangan. Bu ma'lumotlar Migratsiya agentligi tomonidan taqdim etiladi. Foster oila qanday qo'llab-quvvatlanadi? Foster oila inson markazlari tomonidan Yo'q, foster oila haqida ma'lumotingiz bormi? Qanaqa oila u? Foster oila bu bolani vaqtincha ota-onalik qilish. Qanday qo'llab-quvvatlanadi, misol uchun moddiy tarafdan boshqa. Moddiy tarafdan Misol patronatga olingan oilaviy bolalar uyga olinganida ham foster oila hisoblanadi. Qanaqa misol moddiy ta'minlanadi davlat tomonidan. Qanday vazifalari bor? foster oilaning vazifalari bolalarni tarbiya qilish, g'amxo'rlik qilish. Tashabbus eting. Tashabbus eting. Keyingisini so'raymiz. Davlat xizmatlari Davlat organlariga qabul qilish uchun qanday jismoniy sharoitlar ta'minlanadi? Shunda o'sha sira Organlarida qabul qilish uchun. qanaqa Sanoat o'tish qo'yaman, Jismoniy sharoitlar. Qanday ijtimoiy sharoitlarga demoqchiman. Sirozga telefon qilaman, ekan Qarasha, birinchi savolga javob bering. Birinchi savolda Vasiylik va homiylik organi qaysi tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi? Bunda inson markazlari, hududiy inson markazi bolalar sho'basi vasiylik organi hisoblanadi. Ular kimlar tumanda o'sha qaysi tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi? Ichki ishlar bo'limi misol uchun. ichki ishlar, mahalla, Sirojida ta'lim, keldimi? Aniqlanmagan gaplash oldimi? Ishonchdan tashlangan Bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish bo'yicha shunda qilmar ekan, o'shani bajarib qanday bo'ladi? Qanaqa holatda bolalar zo'ravonlikka uchragani topiladi? Inson markazida xizmatlar ko'rsata oladi. Sizni aynan sanaqa vazifangiz. bolalarni har qanday zo'ravonlik turlaridan himoya qilish hamda ularning darajasini aniqlash, zo'ravonlik xavf darajasini aniqlash hamda
chora-tadbirlar ko'rish nima uchun aniqlab chora-tadbirlar ko'rish. Gulshat, qayerda yashaysiz? Olmaliqda Doimiy yashash joyingizmi? doimiy yashash joyi emas. Doimiy ro'yxatda Qoraqalpog'iston Respublikasida bu yoqqa ko'chib kelganmiz, Olmaliqqa. Yani doimiyga ko'chib keldinglarmi? Ha, ko'chib keldik doimiy. Ishlaysizmi bu yerda? Yo'q, hozircha ishsizman. Siz nima lavozimga edi? Bolalar sho'basi. Bolalar Ha, sho'basi. bolalar. Bog'chada ishlagan ekansiz? Ha, bog'chada ishladim. Qayerda bog'chasi? Olmaliqda. Olmaliqdami? Ha, sizdan Taniysizmi? taniyman siz. Nimaga bog'chadan ketdingiz? Bayt bolam kichkina edi. Oilaviy sharoitim tufayli. Endi savol. Savollarga e'tiroz yo'q? Yo'q, e'tirozim yo'q. Rahmat, salomat bo'ling. Shaxsiy kabinetingizga boradi janob. Kirsin keyingiz. Kel. Assalomu alaykum. Keyingi nomzodimiz O'rta Chirchiq tumani 10-chi hudud Umduzak Nafar ijtimoiy xodim lavozimiga Abdusattor Savdo. Beshta savol o'qiysiz, bilganingizga javob berib ketasiz, bilmaganingizga qoldirib ketsangiz bo'ladi. Ovoz chiqarib o'qiymiz. To'rtinchi savol. Javob beravering. Nechinchi edi? To'rtinchi savol. Yoshga doir nafaqa bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandi bor onalarga necha yoshdan tayinlanadi? Bilmasam tug'ilgandan tayinlansa kerak. Tug'ilgandan. Nogironligi bolasi bor tug'ilgandan keyin. Keyingi savol. Men bolalik nafaqasini tushundim. Bitta hozir onani nafaqaga chiqishini aytgan ekanda. Savol yana bir marta o'qing, tushunmagan bo'lsangiz. Yoshga doir nafaqa bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandi bor onalarga necha yoshdan tayinlanadi? Boshqa savol o'tingmi? Korrupsiyaga qarshi ijtimoiy ongni qanday oshirish mumkin? Keyingi savollar o'tamiz. O'qib chiqdim, topolmadim savollarni. Ularga javob yo'qmi? Savolga e'tiroz yo'q? Yo'q. Bo'p, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Keyingi nomzodimiz Chirchiq shahar 5-chi hudud Qumloq Nafar ijtimoiy xodim lavozimiga Bulatov Islombek nomzodimiz. Beshta savol o'qiysiz, bilganingizga javob berib ketasiz, bilmaganingizga qoldirib ketasiz bo'ladi. Ovoz chiqarib o'qing. Hop, sekiz sindromi deganda nimani tushunasiz? Sekiz sindromi bu asosan ijtimoiy
xodimlar ko'p uchraydi, ya'ni bu o'zini masalan psixologik jihatdan o'z ishiga bo'lgan qiziqishining tushib ketishi, motivatsiyasining tushib ketishi hamda mijozlar bilan qo'pol muomalaga borishi, shu kabi muammolar kuzatiladi. Bu narsani tuzatish uchun bu balanslangan ish soati yoki ta'til hamda superviziya, interviziyalar o'tkaziladi. Xizmat foydalanuvchisi bilan ishlashda axloqiy kodeksga muvofiq qaysi undan shularga amal qilinadi. Bu barcha ijtimoiy xodimlar tomonidan amal qilinadigan axloqiy kodeksga nisbatan aytiladi. Ya'ni birinchi navbatda mijoz bilan masofa saqlash, keyin ma'lumotlarni tarqatmaslik, keyin ma'lumotlarni tarqatmaslik, diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik, ya'ni kamsitish, iloji boricha mijoz bilan muloyim, yaxshi munosabatda bo'lish hamda mijozning manfaatlarini ustun qo'yish hisoblanadi. Bola tug'ilganda beriladigan bir marta suyunchi nafaqasini olish uchun qancha muddat ichida murojaat qilinadi? Bu adashmaydigan bo'lsam, shu ichida bola nafaqasi uchun murojaat qilinadi. Kimlar tomonidan skoring natijalaridan so'ng oilaning kambag'al emasligi baholanadi. Bu mahalla yetkiligi tomonidan o'rganiladi, ya'ni oilaning aholi jon boshiga, ya'ni minimal iste'mol xarajatlari hisob-kitob qilib chiqiladi hamda skoring tizimidan o'tkaziladi, ya'ni bu yarim avtomatik bo'ladi, ya'ni bu yerda mahalla yetkiligining xulosasi hamda skoring natijasi, uning daromadlari, boshqa mol-mulklari, yerlari, chorva, mahsulot, chorva moddiy boyliklar hisob-kitob qilinadi. Muruvvat va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun internat uylariga vasiylik olgan shaxslarga pensiya nafaqa to'lovlari necha foiz to'lanadi deb aytiladi. Bu yerda adashmaydigan bo'lsam 20% o'zlariga beriladi va 80% esa o'sha infratuzilma, boshqa xizmatlarni saqlab turish uchun ishlatiladi. Agar qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, Savol tugadi. Islombek, siz mana shunaqa Chirchiqda o'zi yashaysiz? men yuqori Chirchiqda yashayman. Juma bozor degan joyda. Chirchiq menga yaqinda 2-3 marta kirganman o'zi vakansiyaga. Esladim, kelgan. O'shanga unaqa bo'lmaydimi? Bitta taksi borda o'rtamizda. Yuqori Chirchiq o'zida uyingizda, doim yashash uyingizda? Yo'q, o'zimniki emas, endi tanishda. Doim bepul turaman. Oila o'lchaga yetdimi? Yo'q, oilam Qashqadaryoda. Hozir ishlayapsizmi? Hozir vaqtincha ishsizman-da, shuning uchun ham topshiryapman. Ishga kirsangiz nima bo'ladi? Oila Ishga kirsam, menda joyim bor, olib kelaman. U talabam shu sirtqida o'qiydi. Qarshidan. Farzandlar nechta? Farzandim o'tgan yil edi, halicha farzandim yo'q. O'tgan yil uylandingiz. Endi bunday edi, Islomiy просто men so'raganim, oylik masalan kirsangiz, agar davlat deyilsa, komissiya nima qilsa, oylikni qiziqdingizmi? Qancha oylik oladi ekan? 5 million oldi. Endi aholi soniga qarab-da, ana shu atrofda ekan. Endi ijarada yashasangiz, Men ijarada yashamayman. ijarada emasmi? Faqat yo'l xarajati ketadi menda. Yo'l xarajati, misol borib kelishimga masalan. U kimdir bor tutumi? Muammo bo'lmaydimi demoqchiman. Просто Hozircha muammo bo'lmay, endi kelajakda hech kim bir narsa deyolmaydi, endi boshqa tushgan ko'z ko'radi.
yaqin 6 oy, 1 yilda halicha biror narsa bo'lishini bilmadim. Bo'ldi, savollar. Ne soruyor? Rahmat sizlarga. Alaykum assalom. Bu mahallaga yo'q ekan. Ha? Bu mahallaga yo'q ekan. O'zbeklar. Chiqib turgan. İçtima xodim ekan? Ijtimoiy xodimlik Angren shahar mustaqillik mudafi ijtimoiy xodim lavozimiga Partiyadan o'tiramiz. Abdutalipova Nargiza Zahroddin qizi. Savol almashtiringizlar. Nargiza. 5 ta savol o'qiysiz, bilganingizni javob berasiz, bilmaganingizni qoldirib ketsangiz bo'ladi. O'z qo'lga bo'ladi. Qanday holatlarda tazyiq va zo'ravonlikka uchragan shaxslar ijtimoiy yashuv holat inson ijtimoiy xizmatlar markazi xodimlari tomonidan o'rganib boriladi. U uyiga borib o'rganilib, o'sha holatiga qarab o'rganiladi. Men tushuncham shu. Keyingisi Kechirasiz. Qanday holatda tazyiq zo'ravonlikka uchragan shaxslarning holatini ikkinchi savolga qo'ying. ruhiy zo'ravonlikka nimalar kiradi? Psixologik tomondan oiladagi muhit deb men tushunaman. Psixologik tomondan Ruhiy zo'ravonlikka. ruhiy zo'ravonlikka Psixologический deb tarjimasi nima bo'ladi? Ana ruhiy. Asabini masalan ba'zi bir oilalarda bor, muhit shunaqa bo'ladi-yu. Men endi o'zim tushuncham aytyapman-da. Yo'q, bu tushunchalikda. Har bir tushunchasi. Bola nafaqasi va moddiy yordam tayinlash va to'lash qaysi qarorga asosan amalga oshiriladi? Oilani kambag'al oilalar reyestriga kiritishda so'rovnoma o'tkazish qanday muddatda takrorlanadi? 6 oydan 1 yilgacha bo'lishi mumkin. Abdutalipova Nargiza. Angren. 6 oydan 1 yilgacha. İjtimoiy ishda eski bilmadim. İçtima xodimni o'ziga topshirgan yo'nalishingiz, lavozim vazifalarini xizmatlar ko'rsatib tanishibsiz. Tekshirish hujjatlari shular bilan tanishibsiz. Yo, men Argus test tagiga qarasam, umuman bunaqa savollar yo'q edi. Umuman boshqacha Mayli, savol. o'sha ijtimoiy xodim yo'nalishi haqida gapirib beringchi. Nima ishga vazifalar amalga oshiradi? U ijtimoiy xodimlar oilalarda borib so'rovnoma tushadi. Masalan, subsidiyaga, masalan, bola puli shularga topshirganlarni borib oilasini o'rganadi. Uning holatini tekshiradi. O'sha topshirgan arizasiga to'g'ri keladimi, yo'qmi? O'shalarni polni o'rganib, keyin kelib turib o'sha bazasiga kirgizib boradi. Keyin masalan kambag'al oilalar bo'lsa, yordam pullari ajratiladi. Shu deb o'ylayman. Misol monitorining holatlari bor. Qanday holatda kimlarga? Masalan, oilasida nima deydi? Nogironligi bo'lgan shaxslar, keyin ishlashga layoqati yo'q bo'lgan shaxslarga yordam beradi. Yo'q. Institut bitirganmisiz siz? Hozir kunda qayerda ishlaysiz? Ozgina muddat Davlat soliq inspeksiyasida kotiba bo'lib ishladim. Yashash joyingiz qayerda? Qaysi mahalla? Angrenda. Qaysi mahalla?
6-3 yangi hayotda. Bu mustaqillik. Hmm. Qiynalmaysizmi? Ancha masofa bor. Yo'q, bizda avtobus bor. Ozgina muddatda shunday yetib boraman. Yaxshi savol. Ali xo'ja Sirojiddin Rozi yo'q, gaplashmaydi. savobiga. Yo'q. Kontaktda ishlagan ekan. Keyingi mavzuimiz Toshkent tumani 11-hudud Qirg'ariq tumanida eshitgan xodim lavozimiga yo'q. Angranga hozircha bitta nomzod sal kechikib keladi. Biz olamiz rahmat. Turamizmi? Tarbiya. Nima? Sog'lom ovqat tayyorlab ishlagan. Bular familiyasi nimami? Rahimboyev sog'. Toshkent tumani Qirg'ariq tumanida. Ishda savol berasiz? Toshkent. Ovoz chiqarib o'qishimiz-ku. Tez konferensiya nima? Birinchi savol. Ikkinchi savol, oilani kambag'al oila reyestriga kiritishda individual reja kim tomonidan ishlab chiqiladi? Hop, mani tushuncham bo'yicha, endi men ijtimoiy sohada yangi hali ish tajribasiga ega bo'lmaganim uchun o'zim tushuncham bo'yicha javob beraman. Kambag'al oilalar reyestriga kirgizish o'zini nima talablariga ko'ra oila o'rganilganda oiladagi istiqomat qiluvchi oila a'zolarini soni oiladagi daromad manbaini bo'lganda 700 qanchayam ming aniq summasi esimda yo'q, 10 necha ming bizgacha shunaqa atrofidan to'g'ri kelsa oila kambag'al oila hisoblanmaydi o'zi aslida. Keyin oilani ba'zi paytlarda oila o'zini reyestrga kirgizish uchun daromad manbaini bekitish holatlari ham kuzatiladi. U narsa o'sha chuqur o'rganish jarayonida kelib chiqaradi. Oilada avtomobillar o'z mavjudligi, keyin norasmiy daromad manbalariga ham e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Keyingisi interviziya nima? Interviziya so'zini interviziya nimaligi haqida tushuncham. Keyingisi 4-inchisi ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish hududiy markazlarida qancha muddat davomida reabilitatsiya xizmatlari ko'rsatiladi? Bu yerda hozir ayollarni reabilitatsiya qilish bu sog'lig'ini tiklash maqsadida amalga oshiriladi. Ba'zan shunaqa holatlar yuzaga keladiki, yordam so'ralmagan holatda ham majburiy yordam ko'rsatish joriy qilinadi. Ya'ni bu yerda nima? Agar uni hayotiga xavf tug'dirsa yoki tabiiy ofatlar sodir etilganda yoki zo'ravonlikka uchraganda unga majburiy yordam ko'rsatish amalga oshiriladi. Shu qancha muddat deyapti? Qancha muddatda? Endi muddatlarini bunaqasi bilan tanish emasman, sohadan yiroqroq bo'lganim uchun. 5-savol, qo'llab-quvvatlovchi superviziyaning asosiy maqsadi nima? Asosiy maqsad endi bu ijtimoiy soha bo'lgani uchun aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'ladi, asosiy maqsadi ham. Kompyuterda O'zimni mahallam Qirg'ariq fuqarolar bilan tanishman. 20 yildan beri o'sha hudud, o'sha mahallada kelin bo'lib tushganimdan beri o'sha ko'chada turaman. Kompyuterda ishlayman, Word, Excel, PowerPoint.
Siz o'tgan safar ham kelgansiz. Keluvdim, o'tolmadim savollarga. O'rtacha chiqqa topshirgansiz. Ha. Eslasizmi? O'rtacha chiqqa O'qituvchiman topshirganda bo'ldim. biz aytgandik, Toshkent tumanida ham bor vakansiyalar Ha, aytuvdinglar to'g'ri. O'sha bu o'zimni mahallam Qirg'ariq. Vakansiya ochilib qolgan ekan, bu yoqqa o'tqizdim. Menda savol yo'q. Savollarga e'tiroz yo'q? Yo'q, yo'q. Rahmat. Rahmat, yaxshi ishlar. Yo'q, bu shaxsiy kabinetingizga boradi. Rahmat. Angren shahar mustaqillik nuqtaiga qurbonlar davlat. Kes konferensiya nima? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yildagi 313-sonli qaroriga binoan Saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan qanday dasturlar bo'yicha yordam ko'rsatiladi? Tibbiy yordam, o'sha dori-darmonga yordam, tibbiy muassasaga yotishga o'sha to'lovlar, kiyim-kechaklar, oziq-ovqatlar, isitish xarajatlari bo'yicha yordamlar hamda o'sha maishiy, ya'ni maktab formalari kabi yordamlar ko'rsatiladi. Ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish hududiy markazlarida qancha muddat davomida reabilitatsiya xizmatlari ko'rsatiladi? Ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish hududiy markazlarida o'sha asosan shoshilinch o'sha olib kelgan ayollarga o'sha 3 kun davomida o'sha qaralib, keyin agar yana ular davolanishi kerak bo'lsa 15 kungacha muddatgacha cho'zilishi mumkin. Parvarishga muhtoj bo'lgan imkoniyati cheklangan yolg'iz shaxslarni aniqlash qanday tartibda amalga oshiriladi? Parvarishga muhtoj bo'lgan imkoniyati cheklangan yolg'iz shaxslarni aniqlash qanday tartibda amalga oshiriladi? Bu parvarishga muhtoj bo'lgan imkoniyati cheklangan yolg'iz shaxslarni aniqlash mahalla faollari yordamida inson ijtimoiy xizmatlar markazlari xodimlari bilan birgalikda avval o'sha mahalladagi ijtimoiy xodim aniqlab hamda borib baholash tartibi amalga oshirilib parvarishga muhtoj bo'lgan cheklangan yolg'iz shaxslar aniqlanadi. Kes menejerning kasbiy malakasi standartlari nechta? Kes menejerning kasbiy malakasi standartlari bu avvalambor ya'ni kim bilim hamda mijozlarni sirini saqlay olish va bilim va ko'nikmalarini amaliyot jarayonida ishlata olish, ya'ni ehtiyojlarini baholash, rejalashtirish va monitoring o'tkazib o'shani amalda bajarish. Minimal iste'mol xarajatlari qanday davriylikda shakllantiriladi? Har yili davlatdagi inflyatsiya darajasi o'sha holatiga qarab hamda narx-navolarning o'zgarishi holatidan kelib chiqib minimal har yili shakllantiriladi va u aynan o'sha ko'proq o'sha mart-aprel oylarida inflyatsiya o'sha minimal iste'mol xarajatlari har yili shakllanadi. Kimda savollar bor? Hozir ham ishlaysizmi ijtimoiy xodim? Yo'q, hozir ishlamayman. Savollarga e'tiroz yo'q. Yo'q, savollarga e'tirozim yo'q. Rahmat.
Rahmat, salomat Rahmat bo'ling. sizlarga. Javob bo'ladi o'zingizga. O'tirildi. Keng nazoratimiz Qo'ychichiq tumani Chaqmoq Nafiy ijtimoiy xodim lavozimiga Rashif Hasan g'ayrat o'g'li. Marhamat, savollar tanlanadi, o'qiysiz, javob berib ketaverasiz. Nogironligi bo'lgan bolalarni bepul ko'rikdan o'tkazish qanday amalga oshiriladi? Nogironligi bo'lgan bolalarni ijtimoiy himoyaga muhtojligi bo'lgan shaxslarga berish moddiy tomonlama bepul. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'inda sifatida ishini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi 2023-yil 21-dekabrdagi Prezident farmonining 209 farmoniga muvofiq tashkil etilgan mahalla yettiligiga kimlar kiriladi? Mahalla yettiligiga mahalla raisiga, xotin-qizlar faoli, soliq noziri, profilaktika uchun mahalla inspektori kiradi. Ijtimoiy xodim, hokim yordamchisi, asosiy 7 ta odam, 6 ta 7 ta mahalla hokim yordamchisi qolib ketdi. Aytdingiz-ku, Xudo hokim yordamchisi, boshqa bittasi soliq xodimi, aytdingiz. xotin-qizlar faoli, aytdingiz. Mahalla raisi, Raisni boshida aytdingiz. ijtimoiy xodimni Aytdingiz. Shu bitta qolyapti mana. Yoshingiz nechida? 30 da. 30 da. Timboy. Yoshlar yetakchisi. Ha, yoshlar yetakchisi bo'ldi. Uzr, yoshlar yetakchisi. Keyingi savol. Birlamchi ko'mak xonalarida qancha muddat davomida xizmatlar ko'rsatiladi? Birlamchi ko'mak xonalarida qancha muddat davomida xizmat ko'rsatiladi? Bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Keyingisiga o'tayman. Case management amaliyotida xatar darajalari qaysilar? Case. Yo'q, savol ham. Keyingisi. Ijtimoiy xizmatlarni boshqarish jarayonida qanday faoliyatlar amalga oshiriladi? Boshqarish jarayonida nogironlik bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan shaxslarga yordam ko'rsatish mumkin. Ijtimoiy xizmatlarni boshqarish jarayonida qanday faoliyatlar olib boriladi? Savol yo'q?
yo'q, sog'lar. Salomat bo'ling. Rahmat. Akfa yo'nalishida ishlagan. Assalomu alaykum. O'tiramiz. Shu lavozimga keyingi nomzodimiz Davlat Akbar. Beshta savol. Individual superviziyaning guruhli superviziyadan afzal jihatlari qaysi? Hop, individual superviziya bunda guruh bo'lib o'tkaziladi. Bunda o'sha ijtimoiy xodimlarga supervizor tomonidan aniq bir yo'nalish bo'yicha o'tkaziladi. Unda individual o'sha sohani yoki yo'nalishni darsni kiritish-kirgacha, ya'ni boshidan oxirigacha o'sha ijtimoiy xodimga to'laqonli tushuntirib beriladi. Bunda individual superviziyada guruhlar o'rtasida musobaqa ko'rinishida ham o'tkazish mumkin. Shunda ijtimoiy xodimning anosida, xotirasida anaqara ko'proq qolishi mumkin. Eslab qolish qobiliyatida ko'proq qolishi mumkin. Vasiylik qaysi organ tomonidan rasmiylashtiriladi? Vasiylik hokimiyat tomonidan, hokimiyatda tashkil etilgan komissiya tomonidan rasmiylashtiriladi. Bosh ijtimoiy xodim volontyorlarni jalb qilishda qaysi mezon asosida tanlovni amalga oshiradi? Volontyorlarni deb o'z nomi bilan aytyapti. Bunda o'sha beg'araz yordam ko'rsatadigan odamlarni jalb qilib, ya'ni o'z xohishi bilan ko'ngillilarni jalb qilgan holda tanlovni amalga oshiradi. Ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam tayinlashda oila tarkibiga kimlar kiradi? Oila tarkibiga bunda er va xotin va farzandlari kiradi. Qaynona-qaynota yoki ota-onalar kirmaydi. Xo'p, nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiylashuvi deganda nimani tushunasiz? Xo'p, nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiylashuvi deganda biror bir nogironligi bo'lgan shaxsga kes menejmenti asosida ularga xizmat biriktirish, uning ijtimoiylashuvini ta'minlash, ya'ni unga o'sha xizmatlarni biriktirganda unga qanday manfaat, yordam ko'rsata olinadi, ijtimoiylashuvi qay tarzda bo'ladi, o'shanga qarab xizmatlar biriktirilib, o'shaning ijtimoiylashuvini ta'minlash. Bundan misol uchun birgina misol, o'sha nogironligi bo'lgan shaxsga aravacha beriladigan bo'lsa, u o'sha aravachadan foydalangan holda sayr qilishi, ko'chaga chiqishi yoki qo'ni qo'shnilari bilan suhbat olib borishi mumkin. Undan tashqari qo'ltiq tayoq berilishi mumkin, hassa berilishi mumkin, protez, ortopediya moslamalari berilishi mumkin. Bo'ldi, savol tugagan. Shunday. Oldin ishlagan ekansiz. Ishlaganman. Ijtimoiy xodimmi? Shunday. Yashash joyingiz qayerda? Qushtamalda. Oqqo'rg'on. Oqqo'rg'on tuman, Qushtamal. Uchinchi qatda topshirgan. Shunday. Mahallani bilasizmi? Borganmiz, ko'rganmiz. Ha, menga yaqinroq. Hozir Qushchiqda ishlayapman o'zim. Nimaga bo'shagansiz? Xo'p, buni sababini o'zim ham bilmayman. O'sha yig'ilishda juma soatida boshqarma boshlig'imiz Miraz Nursultonov borgan bizga. Butun bir zalga o'sha kambag'allik 330 sonli kambag'allikdan farovonlik sari dasturini tushuntirish ishlarini olib borgandan so'ng tuman hokimi ikkita hududni turg'izib, ijtimoiy xodimni ishdan bo'shatish bo'yicha taklif bildirgan. Yig'ilishdan so'ng bizdan ariza so'rab olingan, lekin biz o'sha paytda so'raganmiz nima sababdan bo'shatishni, sababini aytishni. Lekin rahbarimiz hozircha ariza yozib beraveringlar, sababini o'zim ham bilmayman degan. Ariza yozib berganmiz, undan keyin bu yoqqa jo'natishdi, bu yoqda ariza oldi. Boshqarma boshlig'iga uchrashdik. Ular aytdiki, markaz rahbaridan so'raysiz, buning sababini dedi, ular aytib beradi dedi. Borib so'raganimizda rahbarim to'g'risi Akbar dedi, bu bo'yicha dedi, menda tushuncha yo'q, men sababini bilmayman dedi. Menga faqat topshiriq berildi. Shu asosda sizlardan ariza oldim. Xulosa shunaqa bo'lgan. Sababini bilmaymiz.
Uchirchiqda hozir vatanparvardami? Xuddi shunday, avtoshkolada. Yaxshi. Sabab o'sha mahallada значит ko'rsatkich yaxshi bo'lmagan, hokim bekorga ikkita hudud o'qimaydi. Nimadir bo'lganda, bekor. Unda kambag'allik ham, ijtimoiylashuv ham yaxshi bo'lgan. Shunday. Kambag'allik yo'nalishi yaxshi bo'lmagan, shuning uchun shu ikkita mahallani o'qigan. Ha, shunday bo'lishi. To'g'rimi? Bekorga aniq qilmaydi. Savollar bormi? Yo'q, to'g'ri. E'tirozlar yo'qmi savollar? Yo'q. Rahmat, javob boradi. Tushunarli, rahmat. Marva dinari. Keyingi nomzodimiz xuddi shu lavozimga ijtimoiy xodimlar Marva dinari Mahmud qiziqadi. Savollar chiqdimi? Marva dinar. Beshta savol o'qiysiz, bilganingizni javob berib ketasiz, bilmagansizni qoldirib ketsangiz bo'ladi. Ovoz chiqarib o'qing. Boshlang. So'zlashtirilgan maktab internatlarida tashkil etilgan g'amxo'rlik guruhlariga bolalar necha yoshdan qabul qilinadi? Bundan bitta narsa anglamoqchi edim. Yuridik universitetni bitirdingiz. Ha. Ana maxsus anaqasi bormi? Yuridik universitetni o'zim bitirdingiz. O'zim o'qigan. Qaysi bitirdingiz? Toshkent davlat universiteti yili 2024. Shu soha bo'yicha ishladingizmi? Sudda 6 oy ishladim. Viloyat suhbatidan o'tdim, lekin respublikanskidan o'tolmadim. Umuman sud huquq yo'nalishi yoki bu unaqada ishlamadingiz-a? O'zim yo'nalishim bo'yicha yo'q, hali ish topolmadim chunki. Aniqlamoqchi edim. Savol tushunarli, birinchi savol. Asosan 7 yoshdan qabul qilinadi. G'amxo'rlik guruhlari deyishgan, bu endi yaqinda tashkil qilingan nimalarda eshitganmisiz, yo'qmi, o'qiganmisiz qarorlarni? Ixtisoslashtirilgan maktab bu prezident maktabi to'g'rimi? Yo'q. Maxsus maktab. Maxsus nogironligi bor bolalarning maktabi bo'ladi. 6-7 yoshdan qabul qilinishi kerak. Yaxshi, keyingisi bo'lsin. Supervisor o'tkazishning asosiy maqsadi nima? Superviziya. Superviziya. Xodimlarning malakasini oshirish, xodimlarning ishi. Keyingisi bo'lsin. Kunduzgi parvarishlash va g'amxo'rlik xizmatlarining farqi nima? Kunduzgi parvarishlash nogironligi bo'lgan shaxslarni va ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarni qarovsiz qolgan qariyalarni referal xizmat deganda nimani tushunasiz? Referal xizmat deganda fuqaroni boshqa xodimning xizmatiga yoki boshqa mutaxassisning xizmatiga joylash degani, unaqa yo'naltirish degani. Keyingisi. Ruhiy zo'ravonlikka nimalar kiradi? Ruhiy zo'ravonlikka tazyiq,
Javob berishim kerak. Xizmatchi. Dinara, bir tushuntiramiz, bu to'xtamasdan gapirmaysiz bu huquqqa bog'liq. Konstitutsiya bo'yicha savollar. Konstitutsiya bo'yicha Konstitutsiyamiz 1-moddasiga qanaqa o'zgartirish kiritildi? Demokratik, ijtimoiy, demokratik, ijtimoiy. o'sha ijtimoiy degan so'z asosan o'sha Ijtimoiy, davlat, huquqiy, demokratik, suveren, Siyosiy, ijtimoiy. siyosiy. Ijtimoiy degan so'z qo'shildi. Shuning uchun mana ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etildi. Hatto mahallaga ijtimoiy xodim lavozimi berildi. Konstitutsiya deganingizga shu hayolimga kelib qoldi 1-modda. Ko'pincha kodekslar Qayerda yashaysiz? kirganman. Ko'chirchiqda? Qayerda? Chaqmoq mufe. Shu yerda yashaysizmi o'zida? Ha, shu yoqqa turmushga chiqqan. turmushga chiqqaningizda Ha, o'sha mahallamizda yashayman. Turmush o'rtog'ingiz ishlaydi? Ishlaydi. Ishlaydi. Охрана ham ishlaydi. Охрана ham ishlaydi. Охрана ishga kirdi. Toshkentdami? Ham shaharda ishlaydi. Lekin uyimdagilar ishlashimga qarshi emas. Qaynona, qaynotam hammasi. Shu yerda yashaysizlarmi, ko'chib ketasizlarmi? Yo'q, shu yerda Kelajakda. yashaymiz. Uchastka bor, o'sha mahallani o'zida. Kim qolsa, o'sha olsin. Kim yaxshi kelin bo'lsa o'sha qoladi. Men seni bilaman. Shunaqada endi bizda. Yaxshi, ishda ham shu ish kerak bo'lyapti. Keldan beri ishsizman. Ko'pincha ham kodekslar bilan anaqaga kirganman, suhbatlarga. Основной konstitutsiya haqida savol berilgan menga. Ko'pincha moddalarini so'raydi. Endi u yo'nalishda shunaqa. Prinsiplarini so'raydi. Shularga hozir kecha ko'rganim uchun biroz tayyorlanishga, savollarni topishga qiynaldim. Hozir kelganimda уже tayyorlanishni boshladim. Chunki qayerdan topish? Qachon u mahallaga, qachon turmushga chiqdingiz? Noyabrda. Noyabrda. Onam kelishib, O'tgan yil to'yinglar bo'lganda demak, ha, kelishib ishlatadigan bo'lib, to'yimiz bo'lgan. Bermas edi onam, chunki qiynalib o'qitganda meni. Belarusda совместный bo'lib o'qiganman yuridikada. Kontraktim biroz ko'proq edi, o'shanga ishlatadigan bo'lib, ishlatadigan oilaga turmushga berdim. Qaynonam qo'llab-quvvatlab hozir uyda kutib turibdi, endi bilmadim. Farzandlar tarbiyasi keyin nima bo'ladi? Xudo xolasa kelajakda olib farzandlar. Qaynonam bor yordam beradi. Agar farzandli bo'lib qolsam, Xudo xolasa 4 oylikdan ham bemalol ishga chiqib ketaveraman, chunki qaynonam qarab turadi. Savollar bormi? Yo'q. E'tiroz yo'qmi savollarga? Yo'q. Salomat bo'ling. Shaxsiy kabinetingizga javob bering. Rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi keyin ko'rishguncha. Siz bolalar shu yerda yashar ekan, men anaqa qilmayman. Alaykum assalom. Nima bo'ldi? Yangi yurt tumani, Olmazor Nufas, Jahon Sherzod. Jahongirmi? Beshta savol o'qiysiz. Trening nima?
trening bu mashg'ulot o'tkazish, ya'ni xodimlarning saviyasini, bilimini oshirish maqsadida maxsus mashg'ulot bilimlarini oshirish uchun maxsus dars o'tiladi. Shuni biz trening deb bo'ladi. Xo'p. Superviziya tamoyillari nima? Tamoyillari asosan xo'p 5 tadan iborat. Superviziya bu xodimlar bilan ishlashda ularni imkoniyatlarini hamda ular bilan ishlashda xodimlarni muvofiqlashtirish, ularni bilimini yaxshilashda yordam berish, qo'llab-quvvatlashdan iborat. Ularning asosiy tamoyili shundan iborat hisoblasak bo'ladi. Xo'p. Ijtimoiy ishda nima uchun superviziya muhim? Hozir aytib o'tganimdek, fuqarolar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlayotganda, xodimlarda har xil muammolar kelib chiqqanda, o'sha muammolarni o'rganishda superviziya yordam keladi. Xodimlarni amaliyotini, ularning bilim saviyasini yaxshilashda, qo'llab-quvvatlashda yordam beruvchi asosiy omil hisoblanadi. Xo'p. Nogironligi bo'lgan shaxsni reabilitatsiya qilishning yakka tartibdagi dasturi nogironlik belgilangandan keyin necha kun ichida ishlab chiqiladi? Xo'p. 3 kun ichida ishlab chiqiladi. Adashmasam 3 kun edi. Superviziya ehtiyojini aniqlash usullari va metodlarini qay darajada, qay tartibda amalga oshiriladi? Usullari. Yo'qdan bilmayman. Savol tugadimi Jahon? Yuridikani qachon bitirding? 2025-yil. Shu paytgacha hech qayerda ishlamading? Ishladim. Unikonsoft degan mas'uliyat cheklangan jamiyat bor. Shu texnik xodim bo'lib ishladim. Nimaga yuridik soha bo'yicha qiziqding? Yuridik soha bo'yicha ketish niyatim bor. Xudo xolasa adliyaga topshirib qo'ydim. Adliyadan javob kutaman. Shu bilan birgalikda adliyadan tashqari boshqa kiber jinoyatlar bo'yicha soha bo'yicha biz sohamiz shu xalqaro huquq o'zi, sohamiz xalqaro huquq. Shu yo'nalishda kiber jinoyatlar degan yo'nalish bor. Tushundim. Bizda topshiramiz, mana komissiya ijobiy qaror qilsa, keyin o'g'li adliyadan javob bersa, adliyaga ketib qolasan. Yo'q. Bu yoqda ishlayman. Nimaga sen aytasan, men yuristman, adliya meni soham deb ketasan? Quyi tizimdan boshlash ma'qul deb o'ylayman. Quyi tizimdan boshlangan yaxshi deb o'ylayman. Shuning uchun Adliyaning ham quyi tizimi bor tumanlarda. Menga ma'qul kelgani hozir variantimda shu bo'lyapti. Armiyaga bording? Xudo xolasa boraman armiyaga. U topshirib qo'yganman shartnomaga muddatini kutaman. 3 oylik muddatda hozir to'lab boraman 3 oyga. Tushundim. 9 million pul yig'ishing kerak. Pul yig'ilgandan keyin 1 oylikka borib kelmoqchisan. Nima shu paytgacha bormading? Endi ishga kirib olib, davlat hisobidan oylik olib. Yo'q, unda emas. O'zim qoplab avval, o'zim qoplab, pul xarajatni pul topib, oylik olib. Savollarga javobni o'zing tushunding-a qanaqa? Ha, tushundim. Hammasi tushunarli bo'ldi. Chunki suhbatdan ko'rib chiqdim, YouTube orqali jarayonlarni, Argos orqali berilgan savollarni hammasini ko'rib chiqdim. Kompyuter qanaqa? Kompyuterda juda yaxshiman. Shuni deb ayta olaman. Word, Excel, PowerPoint, sun'iy intellekt bilan ishlashda. Mahalla yaqinmi senga? O'sha Yangiyo'l tuman, men o'zi Yangiyo'l shahar turaman. Yangiyo'l tuman yaqinlik. Olmazorga mahalla. MFni Zangataga yaqin yo'lga o'rta yo'l atrofida bo'lish kerak. Bu yaqin menga. Borib qaytish menga qiyinchilik tug'dirmaydi. Uylandingmi? Yo'q. Xudo xolasa. Bu savol yo'qmi? Ish bizda ijtimoiy xodimlar ishi bilan qiziqib ko'rdingmi? Qiziqib ko'rdim. Ishlab keta olaman deb o'ylaysam, inshaalloh xalq bilan bir qiyin, og'ir, oson emas. Hamma ishini qilgan odam ertalab 9 da kelib, kechki 6 da ketishi mumkin, lekin ishini qila olmagan odam ertalab 9 da kelib, kechqurun qolib ketishi mumkin. Dam olish kunlari ertaga majbur bo'lishi mumkin. Chunki u vaqtida vazifasini bajarmayaptimi, boshqa paytda majbur endi o'z vazifasini bajarish.
qolib ketgan vazifalar bo'lsa, albatta kechik qolib bo'lsa ham ishlab uni hal qilishga harakat qiladi. Shu tomonlariga muammo yo'q. Yo'q, Tayyormisan? tayyormisan. Endi savollar yo'q. Savol yo'q? Yo'q. Shaxsiy kabinetga javob boradi. Sog'man. Savol qo'yinglar. Kengash Boyevni Ish chiqsa boshqa joyga o'tadi u bola. Harakatchanlar bilib turibdilar. Hozircha ishlaydi. Ish chiqsa biron joyga ketadi. Markazga bo'lsa markaz, harakatchan o'zalga intiluvchan bola ekanda gapiradi. Assalomu alaykum. O'qimiz Uchirchi tumani Chaqmoq tumaniga Qamariddinov Hasan. Kasbiy kuyish sindromi deganda nimani tushunasiz? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mahalla institutidagi jamiyatidagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi 2023 yil 21 dekabrdagi Prezident farmonining 209-son farmoniga muvofiq tashkil etilgan mahalla yettiligiga kimlar kiradi? Mahalla yettiligiga mahalla raisi, mahalla profilaktika inspektori, xotin-qizlar qo'mitasi xodimi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, yana bank xodimi, yana soliq inspeksiya xodimi. Bitta qolib ketdi. Bank xodimi adashmaydi. Qayerga ishga topshiryapsiz? Mahalla kompleks ijtimoiy xizmatlar. Bu ham xuddi shunday, bu ham yetilga kiradi, to'g'ri. Endi tushundingiz, topshiriq to'g'ri so'z, ming bor uzr. Men mahalla bankini adashib qo'ydim, uzr. Keyingi savol. Bosh ijtimoiy xodim faoliyatiga nisbatan qanday cheklovlar mavjud? Bosh ijtimoiy xodim. Har doim birinchi o'rinda pora taqiq bo'ladi, to'g'ri? Bu o'zini. Taqiqlamaslik kerak shunda? Ha? Taqiqlamaslik kerak. Yo'q, pora olish kerak emas demoqchiman-da. Cheklovlar mavjud deyapti-ku. Endi pora olish kerak emas. Birinchi o'rinda. Fuqarolarga albatta yaxshi muomalada bo'lish kerak bo'ladi. Keyingi savol o'tsam bo'ladi? Superviziya o'tkazishning asosiy maqsadi nima? Keyingi savol bo'lsam, og'ir keyslardagi ijtimoiy xizmatlar rejasini monitoring qilish tartibi qanday olib boriladi? Bilasizmi? Yo'q. Ismingiz nima edi? Hasan. Hasan, hozir nima qilib ishlayapsiz? Yo'q, hozir kunda ishsizman. Ishlaysizmi? Qamariddinov Hasan MChJda direktor bo'lib turib, Samarqand masala. U bo'shatilganmi bundan? Ashara turibdi. Bu qachongi? Eskimi, yangimi? Yangidan tortiladi. Tizimda bor tortiladi Oxirgisi. Bu bo'shatilgandek. Yana bir bazani ko'rish kerak nimanda? Agrarda o'tirgan ekan. Agrar universitetda o'tirganman, xuddi shunday. 4 yil yaqin bo'lib qoldi. Grant asosida o'tirgan qishloq xo'jaligi menejment fakultetida. Bank sohasida ishlaganman. Endi diplom to'g'ri kelmagan, o'sha oxiriga borib mutaxassis to'g'ri kelmasa mumkin emas. 23 dan beri ishlamasangiz, umuman nima bilandir shug'ullansangiz kerak, umuman ishlamaysizmi? Yo'q, dehqonchilik qilamiz. Hozirda dehqonchilik qilamiz. Lekin Xudo xolasa rahbar bilan ishlash bilaman. Gap ko'tara olaman. Fuqarolar bilan ishlashni bilaman. Kompyuterni tushunaman. Muloqot qila olaman. Hech qanaqa bundan
kamchilik bo'lmaydi deb o'ylayman. Endi bu именно mana shu ijtimoiy himoya milliy agentligi bo'yicha birinchi marta kelishim, ikkinchi marta kelishim, o'tgan safar ham uncha tushunmagan edim. Buni ikkinchi marta kelishim. Mahallamizga topshirdim. Lekin hamma narsa xudo xolasa amaliyotda deb o'ylayman, xudo xolasa. Qayerda yashaysiz? Qaysi mahalla? Chaqmoq mahallasida, Toshkent viloyatida Quychirchiq tumani Chaqmoq mahallasi, o'quvchilar ko'chasi. O'zimni mahallaga topshirganman, xudo xolasa. Hammani beshqo'l deb bilaman, mahallamizda ham kim ehtiyojmand, kim ijtimoiy himoyaga loyiq insonlar hammasini bilaman, xudo xolasa bilaman. Agar imkoniyat bersalaring, xudo xolasa. Savollarga e'tiroz bo'lmadi? Yo'q, sizlarga e'tiroz yo'q. Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Tugamadi. Kechikib kelganlarda qo'yamiz. Angren shahar mustaqillik va ijtimoiy xodim lavozimiga Haqiqiy Nodira Hasan. Haqiqiy Nodira. Beshta savol o'qishni ustingizga javob berib ketasiz. Savol qilsangiz bo'ladi. Ovochdan o'qing. Xatar omillari nimalar? Xatar omillari case management dasturiga xatar omillari 4 ta bosqichda bo'linadi. Xatar o'rta, xatar past, xatar yuqori darajalarga bo'linadi. O'shalarni inobatga olib xatar omillarini bo'lsa bo'ladi. Keyingi superviziya qanday shakllar orqali amalga oshiriladi? Superviziya qanday shakllar orqali amalga oshiriladi? Superviziya 2 bosqichda amalga oshiriladi. Bu ijtimoiy xodimlar bilan psixologicheskiy, keyin trening bosqichida, ta'lim bosqichida amalga oshiriladi. Ijtimoiy xodimlarni ta'lim darajasini oshirish, ularga psixologicheskiy ko'mak berish bo'yicha amalga oshiriladi. Skoringdan o'tkazish jarayonida oilaning o'rtacha jami daromad miqdorini hisoblab chiqishda qaysi ma'lumotlardan foydalaniladi? Skoring Foydalanilmaydi. Foydalanilmaydi ekan. Foydalanilmaydi. Men o'rtacha jami daromadni hisoblab chiqish qaysi ma'lumotlardan foydalanilmaydi? Jami daromadini hisoblab chiqishda ma'lumotlardan foydalanilmaydi. Bu ma'lumotlardan masalan nogironlik nafaqasi olinayotgani, masalan bola puliga topshirganda nogironlik nafaqasi ko'rinmaydi u bazada, u hisoblanmaydi. Keyin boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olsa ham, bu ham o'sha skoring natijasida ko'rinmaydi, u ham bazada inobatga olinmaydi. Keyingisi ijtimoiy ishda malaka oshirish uchun qanday usullardan foydalanish mumkin? Malaka oshirishda o'sha supervisor bilan treninglarda malaka oshirish mumkin. Keyin mana bu o'qish moduli bor-ku, e-learning, o'shanda malaka oshirish mumkin. Testlar, keyin videoroliklar orqali. Kam ta'minlanganlar kim? Kam ta'minlangan oilalar hozirgi kunda 712 ming deb belgilangan. O'sha daromaddan past miqdordagi oilalar kam ta'minlangan hisoblanadi. Ishsizlar, oilada nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar. Sizda aytayotgan miqdor nimaga qarab belgilangan? U miqdor har bitta iste'mol savatchasi bo'ladi. Har bitta oila a'zosi uchun 712 ming, 13 ming shunaqa edi. 669 ming edi. 15. Keyin oshdi-yu. Hozir o'qiysizmi? Kunduzgidami? Kunduzgi, lekin o'zi guruhda 7 tamiz, hamma ishlaydi, o'sha kursdoshlarim. Universitet yengillik qilib shanba kuniga dars qo'yib bergan. Agar ana bo'lsa, mana ma'lumotnoma ham kecha oldim o'sha universitetdan. Shanba kuni. Yo'q, keyingi. Yana 1 yil o'qiysiz? Ha, o'sha mayda o'qishimiz tugaydi. Shanba kuniga kunduzgi o'qish hisoblanadi.
kunduzgi boshida anaqa kechkiga o'tkazdirib beramiz deb shart bilan olgan universitet, lekin nimadir sabablar bo'lib kechkiga o'tkazib bera olmadi. Shanba kuniga hozir 9 dan 3:30gacha hamma o'sha dars o'tib beradi-da, 3 para darsda. Keyin men bu 26-yil o'quv yili boshiga masofaviy qilib beramiz deyilgan. Oldin ishlagan ekansiz bizning sohada, nima o'xshab ketgansiz? Sababi shu turmush o'rtog'im rahbar bo'lib o'tganligi uchun ishlaganman. Turmush o'rtog'im markaz direktori bo'lib o'tgan. Dekabr oyida 25-yil. Keyin bo'shaganman. Shunaqa eng faol har safar KPIga 50 ga ilinadigan ijtimoiy xodim edi. Hozir bu universitetga hozir ishga kirganman, tutor bo'lib dekanatga. Hozir mahallaga o'qiganim, o'zimni 9 yoshli nogiron farzandim bor, bitta joyda kunduzgi parvarishga boradi. Boryapti, yaxshi xursandman kunduzgi parvarish ochilgandan, lekin anaqada baribir men bilan oramizda muhit uzildi. Men ishdaman. Uzoqroq oldin mahallada bo'lganda, obed vaqtida ketardim uyga, o'g'limga qarab, ovqatlarini berib, dorilarini berib ketardim. O'zim nazoratimda edi-da. Shuning uchun menga farzandim bilan mahalla tizimi qulayroq demoqchiman-da. Shu sababdan yana topshirdim ijtimoiyga. Lekin o'sha talabalarni lekin universitetga biz rosa ko'p aytganmiz-da, hamma bankda. Lekin magistratura bir kun bo'lmaydi. Bir kun bo'lmaydi. O'zi 3 ta fandan dars. O'sha 3 ta fanni hammasini shanba kuniga qo'yilganda, shanba kuni polni o'tib beradi domlalar. 2 para emasda 3-4 para bitta vaqt qilib beradi. Ha, shunaqa birin-ketin, masalan, birinchi fan, ikkinchi fan qatorasiga o'tib ketadi domlalar. Bu talabalarga imtiyoz qilib anaqa beradi. Chunki hech kim kelmaganda boshida ko'pi pulni to'lab qo'ygan, keyin yopib boramiz dedi. Men o'zim ham noyabr oyida topshirganman bizga. Noyabrda oxirida topshirganman. Bir xemis ochilgan paytda, keyin imtiyoz qilib beramiz dedi-da, keyin men shuni qilib berdi. Endi 26-yildan masofaviy qilib beramiz deyapti. Chunki boshqa kuniga hech kim kelmasdi. Hamma bankda, soliqda, bitta ishlaydi. Iqtisod yo'nalishidaman-da. Shunda sizni o'qishingiz kunduzgi o'qish hisoblanadi? Kunduzgi. Mehnat qonunchiligida Shahnoza nima? Kunduzgi o'qish asosiy bandlik turi hisoblanadi. Yo'q, lekin u har kun emas-ku o'qish. Shanba o'zgarishi ham mumkin-ku. Mana aytyapsiz, bitta sizga nisbatan nima bo'lmayapti? Bitta shunday qilaylik, что qonun buzish bo'lib qolmasin. Chunki ertaga qandaydir bir tekshiruv yoki biranaqa kelganda sizni agar biz ishga olib qo'ydik ham deylik, 6 oy, 7 oy ishlagan davringizda tekshiruv bo'lsa, kunduzgi bo'limda o'qiyotgan ishga olganligingiz uchun ishga olganlar jazolanadi. Sizga to'langan oylik qaytariladi. Shu tomondan. Umuman anaqada keyin oqibati yo'q demoqchiman. Juda to'g'ri ish qilishimiz kerak, что ertaga qonun buzib qo'ymaylik, javob berib o'tirmaylik deb. Lekin уже mana aprel oxirida tugaydi o'sha o'qish. Tugaydi, keyin shu bilan men bu sentyabrdagisini masofaviy qilib beradi, lekin bu aniq qilib beradi. Chunki o'zim o'shani ichidaman-ku. Masofaviy qilib beradi, lekin просто aniqlik kiritaylik debman. Tabii ertaga sizga ham qiyin bo'lib, muammo bo'lib tushmasin boshingizga. Uzun 6-7 oylik oylik yig'ilib kichkina summa bo'lmaydi-da bu. Bir yillik bilmasam. Shunga o'ylab qonunni buzmasdan qilishimiz kerak. Lekin shu men ham oilaviy muhitim tomonidan ham mahalla tizimi menga qulayroq deb qilaman-da, chunki baribir bitta ham bir kun javob so'ralaman, obed vaqtida 2 kun so'ralaman. Obed vaqtida 1 soatda uyimga borib kelish bo'lsa qilmayman. O'sha mahallaning ichida bo'lsam, maylar kirib kunduzgi parvarish yaxshi, ochilgan. Prosta meni o'g'limda suturgisi bor-da, suturgi bergan vaqtda ular eplolmayapti. 2-3 marta skori chaqirdi, o'sha paytda detskiga olib ketib qoldi. Skori kelgandan keyin o'sha o'g'limni reanimatsiyaga sразу yotqizadi. Palataga doktorlar olmaymiz deydi. Reanimatsion holatda qiynalyapti-da.
Keyin bu yoqda o'zim ham salanuvim ketdi. Shu tomonini ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana rahmat. Bu qolaversin sizlarga. Yo'q. Agar bo'lsa dars Markaz rahbari endi hozir turmush o'rtog'i bo'shadi, lekin ketdi, zamxotim bor. Endi bitta shu o'qish masalasi agar o'zimizni hozirgi asrda ishlab zamhokim bo'lib o'tib ketdi. Doktor o'g'liz. Shu lavozimga keyingi nomzodimiz Abdurahimov Jahongir Abdurazzoq o'g'li bo'ladi. Ko'z yaxshi ko'rmayapti. Savol Ko'rmayapsizmi? Yaqinroq o'tiring o'zi. o'qib berishi ham mumkin. O'qish kerak savolni nima qilish kerak? O'qib javob berish. Birinchi ko'mak ichida o'qiladi. Qo'l chiqarib. Birinchi ko'mak onalarda qancha muddat davomida xizmat ko'rsatiladi? Ixtisoslashtirilgan maktab internatlari tashkil etilgan g'amxo'rlik guruhlariga bolalar necha yoshdan qabul qilinadi? Javobimiz keyin so'rab qo'ying. Ijtimoiy yurtishda bosh ijtimoiy xodimning asosiy vazifalaridan iborat. Ijtimoiy xodim asosiy vazifalarini ijtimoiy muammolarni hal qilib, foydalanuvchining misol uchun kamchiliklari va muammolarini bartaraf qiladi. Case konferensiyasi nima? Ijtimoiy xizmat shu ijtimoiy muammolarni hal qiladi. Ijtimoiy muammolarni hal qilish va har bir mahallada o'shanga kim muhtoj bo'lsa, o'shanga qarab yordam va muammolarni aniqlaydi. Shu sohaga tegishli qaror nimalar borda, qonunlar bor. O'shanda ijtimoiy xizmatda aniq turlarini ko'rsatib berilgan. Tanishgan bo'lsangiz. Men lekin umuman tanishmadim, o'qib tanishmabman. Prosta borib test topshirdim, lekin kelgan joyimda birinchi marta kelishim. O'shanga bu narsani hali to'liq aniq qilmadim. Savolga e'tiroz yo'qmi? Yo'q, e'tiroz yo'q. O'zim anaqalar bilimim sal tayyorlamaganman. Menda savollar yo'qmi? E'tiroz yo'q? Yo'q. Ish bo'ladi bitta. Sizda bir dona kelgan chaqirib oladi. Shu lavozimga nomzodimiz Narayn Musoqovni yo'llashtirdi. Boshqa tasavvur tala olmaslik, tasavvur tez oladi. O'qib bersinmi savolni, o'qib tursinmi? Interviziya nima? Bosh ijtimoiy xodim har ijtimoiy ish tez ocha oladimi? Qo'llab-quvvatlash ko'magini amalga oshiruvchi supervizorlarning vazifalari nimalardan iborat?
So'rovnoma o'tkazish jarayonida oilaning o'rtacha jami daromad miqdorini hisoblab chiqish qaysi ma'lumotlardan foydalaniladi? Beshinchi savol, superviziya qanday shakllar orqali amalga oshiriladi? Ikkinchi savol, bosh ijtimoiy xodim keys ochiladi. Yo'q, bosh ijtimoiy xodim keys ocholmaydi. Ijtimoiy xodim o'zi keysni bosh ijtimoiy xodim faqat monitoring qilishi mumkin va ijtimoiy xodimga shu funksional vazifalarni yordam berishi mumkin. So'rovnoma o'tkazish jarayonida oilaning o'rtacha jami daromad miqdori hisoblab chiqishga qaysi ma'lumotlardan foydalanmaydi? So'rovnoma o'tkazish jarayonida oilaning o'rtacha miqdordagi belgilangan qonun tartibida belgilangan summadan o'sha summadan oshmasligi kerak. Agar summadan oshsa, o'sha ma'lumotlardan foydalanilmaydi. Belgilangan summadan lozim deb topilgan oilaning shu so'rovnoma o'rtacha o'tkazishligi mumkin. Superviziya qanday shakllar orqali amalga oshiradi? Superviziya ijtimoiy xodimlarning yig'mada o'rgatgan javob beraman faoliyat bo'yicha. Interviziya bu ijtimoiy xodimga beriladigan ruxsat chaqirmang, mahalla ishini tashkil qilsin, bilan ishlasin. Uzun tushuntirdim. ruxsatnomasi tartibida Uzun qilganlaringda vaqtida aytasan. amalga oshiriladigan faoliyat. Mahallada ishlaysizmi hozir? Nima deysiz? Mahallada ishlaysizmi? Yo'q. Bo'shagansiz. Nima uchun bo'shagansiz? Nima uchun ishdan bo'shagansiz deb so'radim. Ishdan bo'shagansiz deb shu magistr ikkinchi kurs bosqichiman, bitiruvchiman. Shu sababdan bo'shagansiz. Bu yil bo'shagan ekansiz, 26-yilda. Bitirdingizmi, tugadimi? Ha, tugadi festival. Mayda endi hozir ishlaymiz. Hali ishlamayotgan uydaman. Savollarga e'tiroz yo'qmi? Chiqsangiz bo'ladi. Salomat bo'ling.
chiqib ketdi o'xshaydi. Ha, bo'ldi. Keyin anaqa